100-level akkauntlar juda ham ko'payib ketgan. Ular qanday qilib tez levelini ko'targan? Bu videoda mana shu savolingizga javobingizni olasiz. Lekin bitta sharti bor. Mana shu videoga maksimal like bosishingiz kerak. Like juda ham kam. Nima like bosish pulli bo'lib ketdimi? Agar pulli bo'lgan bo'lsa, men sizga pulingizni beraman. Va obuna ham bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman, chunki men 100 mingta bo'lishim kerak. O'rtada kontentni yig'ishtirib yuborganim uchun 100 mingta bo'la olmadim. Sizni qo'llab-quvvatlashingiz bilan men 100 mingta bo'lsam, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. YouTubedan bizga mukofotlar keladi, pochta keladi. Hammangizda bitta, ikkita, uchta YouTube akkauntlar bor. Hammasi obuna bo'lib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lardim va sizda atiga 2 minut vaqtingizni olaman, chunki zarur gapim bor sizlarda. Xo'sh, shu kungacha men biron marta qimorni reklama qilmadim. Qimorga aralashmadim. Chunki men o'zimni podpischiklarimga bunaqa narsani men ravo ko'rishga vijdonim qabul qilmaydi. Lekin har bir kontent rivojlanish uchun moliyaviy tomondan mablag' kerak bo'ladi. Mening moliyaviy tomondan dohodim esa faqat UC servisim va akkaunt savdo kanalim. Menga pul bering demayman, shunchaki men UC servisimdan, akkaunt savdo kanalimdan foydalansangiz shuni o'zi yetadi. Agar ja bo'lmasa aka sizga chin ko'ngildan yordam bermoqchiman deydiganlar bo'lsa, donatsiyaga ham bor. Bemalol o'zingizni nikingizni, fikringizni yozib, donatingizni qilsangiz bo'ladi. Hamma ssilkalarni esa opisiyanada bitta ssilka orqali topishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasam men videoni qisqa qildim. Aytgancha, men bittasini ko'rib qoldim. Mana bu sovrin yo'lida zo'r narsa bor ekan. Bitta mifik kiyim, mifik emosa va eng menga yoqqan narsa mana bu kompanyon. Mana bu kompanyon kelibdi. Shunaqangi bonus sovrin yo'llari kimga kerak bo'lsa, yoki anaqa real pasta kerak bo'lsa, 60-100 ga qancha olsangiz ham bemalol bizga yuksaltini olsangiz bo'ladi. Endi video temasiga qaytadigan bo'lsak. Xo'sh. Akkauntga kirib olganimda mana bu yerda aytayaptiki, 94-levelga chiqishim uchun men 699 ming ochko yig'ishim kerak ekan. Bu ochko esa o'yin o'ynaganingizda reytingsiz, ultimate class o'ynaganingizda o'zi ko'payib boradi. Lekin WoW karta arenada bu hisobga olinmaydi. Mana bu yerda ochkoni ko'rdingiz endi. Xo'p, bu yerda yana bitta narsani ko'ramiz. Mana boyaman lig o'ynaganman, top 5 da o'lib ketib, 8 ta kill bilan va eng tepada ko'rishlaringiz mumkin EHP deb qo'ygan yozuv bo'ladi. 334 EHP, ya'ni shu level ochko olinmanman. Level uchun ochko 334 xolos. Nari borsa mana bitta ligda 400 deylik, maksimal 400. Lekin men aytgan usul bilan siz juda ham tez levelni ko'tarsangiz bo'ladi. Buni doimiy qilishingiz shart emas. Bekarcha o'yganingizda har qanday o'ynab tursangiz ham juda ham effekti zo'r bo'ladi. Buning uchun reytingsizga o'tamiz va reytingsizda mana bu yerda boshqa degan bo'lim bor. Boshqa bosganda mana bu yerda botlarga qarshi degan lig kartamiz bor. Va mana bu yerda oson, normal va qiyin deb qo'ygan. Oson bu bo'lmaydi. Normal qo'yishingiz kerak, qiyin ham bo'lmaydi, chunki qiyinda bot, lekin haqiqatan bot. Odam emas, lekin bitta o'q ham sizda ancha joningizni kamaytirib qo'yadi. Shuning uchun o'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun men bu yerda shu normalni qo'yib o'ynayman va o'ynayotganim mana bu yerda komandani yopib qo'ying. Bu yerda avtomatik saralamasini ham yopib qo'ying, chunki o'zingiz o'ynasangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Agar komanda qiladigan bo'lsangiz, komandada qolganlar hammasi odam bo'ladi, ular bot bo'lmaydi. Sizda kilingizga sherik bo'ladi xolos. Shuning uchun bitta o'zingiz o'ynaysiz va kutmaysiz, bitta bosasiz, sraz boshlanib ketadi. Bu qanaqa level karta deydigan bo'lsangiz, o'yin davomida bilib olasiz. Bu kartani o'ynamaganlar ham juda ham ko'p bo'lsa kerak, chunki deyarli hech kim bu kartaga qiziqmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda umuman odam yo'q. Mana bu ham mana misol uchun bot. Mana bu ham bot. Umuman bu kartada odam bo'lmaydi, bitta odam menman xolos. Xo'sh, bu yerda men Golomsga tushaman va qanday qilib bu yerda qancha ko'p kill qilsangiz, shuncha sizga ochko ko'proq beradi level uchun. Endi qanday ko'p kill qilishda ham sizga men tushuntirib o'tib ketaman. Va video oxirida esa mana shu usuldan ham juda ko'p. Biz hozir mana shu kartada levelni tezroq ko'taramiz-ku. Video oxirida esa bundan ham zo'rini sirini aytib o'taman, faqat birovga aytish bo'lmasin.
shu yerda qolsin. Nimaga like bosmagansiz? Nimaga obuna bosmagansiz? Ko'rib turibman, like va obuna bosmagansiz. 50 ta emas, 100 ta odam bo'ladi. Mana bittasi. Qarang, men bittasini o'ldirdim. Saksama. Qayerdan hozir buni sherigi paydo bo'ladi. O'zim ekan yo'q. Lekin ba'zi hollarda sheriklari kelmasligi mumkin. Hatto lekin tapishga magazin yo'q bizda. Men nima dedim? Buni albatta sherigi bo'ladi. Qani sheriging seni? Ovoz pasaytirib olaylik. Bu quloqqa shovqin bo'lyapti. Ko'rdingmi joni qanday o'pirib olishini? Mana nima dedim? Bitta shergidan обязательно ikkinchi, uchinchisi keladi va jonni ancha urib qo'ydim. Agar men shunday qiyin rejimni tanlaganimda, mo'jid hozir men o'lib ketgan bo'lishim mumkin edi. Просто sharmanda bo'lib botga qarshi o'ynab, botdan kaltaga o'lib ketgan bo'lardim. Ko'rdingmi, ular kamanda yuradi. To'rt tashitda. Bu 9 ta kill tayyor. Shu tarzda 20 ta 30 ta 40 tacha bemalol kill qilsangiz bo'ladi va mana shu killni qancha ko'p qilsangiz shuncha yaxshi. Sherigi bor qayerdadir. Aytdim mana. Buni ham sherigi bor hali. Buni ham sherigi bor, qarab turaman. Men nima dedim? Mana ko'rish ham mumkin. Men bilaman. 14 ta kill tayyor, hali 64 ta odam bor. Bля, spet burilasanmi? Chibam bilet. Ko'rdinglarmi? Men nima degandim? Voy, bot o'ldirib qo'ydi. Voy, ahmoq. Sharmanda. Qaranglar, endi hozir nasibasi bo'lib qol, agar to'g'ri bo'lganda yana ko'proq ochko beradi. Xo'p, mana EXPga ko'rasiz, mana 558 ochko beryapti. Boyagi 334 edi. Plus-minus bu yerda hozir men to'g'ri olganimda 800 gacha borib qolardi bemalol. 800, ya'ni 2 barobar ko'p olasiz degani bu. Endi sizlarga men yana sirni aytaman. Xo'sh, mana bu yerda hammangizda bu narsa bor. Ya'ni saqa tushganimizda mana bu narsa bor. Hammangizda. Bu nima deyapti? Ana 2x EXP degani bu levelni 2x ga oshiradi. Mana bitta karta 1 soat amal qiladi. Bitta kartani bitta ishlatganingizdan keyin klassik o'ynasangiz, klassik levelingiz, misol uchun hozir men 800 oladigan bo'lsa, buni yoqadigan bo'lsa, men 1600 olaman.
2 barobar ko'paytirib beradi bu. Bu arena o'ynaydigan bo'lsangiz ham xuddi shunaqa narsa. Xullas bu narsa 1 soat davomida lekin yoqqandan keyin, buni yoqib qo'ygandan keyin обязательно o'ynashingiz kerak. O'chgandan keyin bu kuyib ketadi. Va ham bu karta ham bor. Bu 1 kunlik bu mana. Bu 1 kunlik. Bu faqat rang ko'tarsangiz, shunda yoqsangiz bo'ladi. Chunki 1 kun o'ynamaysiz baribir. Bu karta jalpi ketib qoladi. Mana shunday qilib siz bemalol levelingizni ko'tarib olsangiz bo'ladi, lekin mana qanday botga o'lib qolganini birovga aytmang, birovga ko'rsatmang. Sharmanda bo'laman. Menimcha video sizga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Albatta obuna, like esdan chiqmasin. Hammaga xayr.